Namanganda ochilayotgan Brand House erkaklarning kiyim do'konidan srochniy zakaz tushgan. 2 kunda salkam 10 metrlik bukva и 7 ta 8 ta oynalarga arakali yopishtirib berish kerak ekan. Zakazni oldi. Endi sizlar bilan jarayonni boshdan oxirigacha kuzatib boramiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Dizaynerimiz klientga tasdiqlatgandan keyin darab faylni sexga berdi. Birinchi bo'lib bukva uchun akrlarni qirqib oldi. Rover ishini tugatgandan keyin albatta tozalab qo'yishimiz kerak. Ishqirolga hurmatda bu ham. Jamoa bilan darab bukvalarni tayyorlashni boshladi. Vaqt kamligi uchun bollarni bir qismi alkofon tayyorlashga kirishdi. Bu yoqda akbaralar arakallarni pechat qilish bilan band. Hamma va'da berilgan vaqtda ulgurish harakatida. Chunki bollarning hammasi va'daga vafo qilish zaruratini his qiladi. Baraka topsin. Hamma bir yoqdan bosh chiqarib, zakazlarni tayyorlab yo'lga chiqdi. Yetib borgandan keyin ishga halol beradigan narsalarni olib tashlab, ustanovkani boshladi. Oyna ko'p bo'lgani uchun birinchi oynalarni yopishtirishni boshladi, chunki bu ham ko'p vaqt oladi. Endi navbat bukvaga. Deyarli 10 metrga cho'zilgan bukva to'rbalarga bo'lingani uchun hammasini alohida qilib o'rnatdi. Mana tayyor bo'ldi. Yuzimiz yo'q, va'damizni bajardi. Video yoqqan bo'lsa, fikrlarni izohlarda kutaman.